O'zbekistonda yangi ixtironing zonini yasab qo'yishdi. Eng qiziqarli joyi yarim tonna yuk olar ekan. Buni Abu Sag'iychilar, fermerlar, boshqa bizneslarga, bozorlarga olsalar bo'lar ekan. Buni yana bitta qiziqarli joyi, naq turib orqaga qilsalar, orqaga ham yuraverar ekan. U ham mayli. Agar siz o'tirishga qiynalsiz, yukka qiynalaman desalaring, mana shunday holatda olib qo'yar ekansizlar. Olib qo'yganlaringdan keyin to'g'ri tikka holatda ham ketaverasizlar. Ya'ni ketdilaring, to'xtadilaring, yuklarni oldilaring, soldilaring. Agar yana meshat qiladigan bo'lsa, yana orqaga xuddi shu holatda ham ketsalaring bo'laveradi. U ham mayli. Yo'q, men qiynalaman, sen buni olib qo'yib turib, ruchnoy variantda ham anda qilib yetalab ketsalaring bo'laveradi. Faqat yetib olsalaring bo'ldi, tormoz bu yoqda bo'ladi, olishga qiynalmaysizlar. Ya'ni afzallik jihatlari qaranglar, yaxshi ahamiyat berasizlar. Bu yechilar ekan, akalar. Mashina qilib, ya'ni bu oldi yechilishi va bu yon yechilishi bo'ladi. Qaranglar, yaxshi ahamiyat berasizlar va bu tarafini ham yechilishi bo'ladi. Qaranglar, yuklarni universal qilib qo'yishdi. Yana shu holatda yana taklasalaring bo'ladi. Bu tarafda ham yana shu holatda taklasalaring bo'ladi. Afzallik jihatlarini qaranglar. Men juda sho'xilyapmiz-da. Hamma minutga yutaylik deyapmiz. Kamerachimiz tinmasdan qo'lini ko'rsatyapti. Yana qiziqarli joyi, mana bu svetlari bor. Keling, svetlarni ko'rsatib qo'ying. Mana svetlari. Va undan tashqari signallari bor. Zaryadkasi, akalar, 2 kunga zaryadkasi yetar ekan. Ya'ni kilometrga hisoblaganda 50 kilometrga bu yarim tonna yuk ko'tarar ekan. Bundan tashqari ruchnoy varianti bormi deganlarga, ruchnoy varianti bor ekan. Ya'ni qo'lda shunday qilib tossalarni bo'ladi. Buni narxi 2 million 600 ming so'm, ya'ni 1,5 metrligi, 2 metrligi 2 million 800 ming so'm. Eni 1 metr bo'ladi. Bunisi 2 metrga eni sal kattaroq bo'ladi, 120 bo'ladi. Narxi 3 million so'm. Bularda akalarimizni dastlabkasi kelishilgan asosda. Akalar, ixtiro yoqdimi? Bunisini tushirib qo'yasizlar va bundan keyin sidiniyamizni shunday olib kelasizlar. Srochniy sidiniyamizni qo'yib turib, xohlagan taraflarga ketsalaring bo'laverar ekan. Sog' bo'linglar, like bosib ketishingizni aytmasin, kommentariyani yozib qo'yinglar.